60 kun davom etgan Winter Arc Challenge'imiz o'z nihoyasiga yetdi va challenge natijalari bilan bo'lishmoqchiman. Challengening asosiy mazmuni Ramazongacha yangi foydali odatlar, ayniqsa tonggi odatlarni hayotimizga kiritishdan iborat edi. Bu safar bu challengeni bir o'zim qilmadim, boshqa o'zini o'zgartirishni istagan qizlar muhitida bo'ldi. Mas'uliyat oshishi uchun esa yopiq Telegram guruhda kunlik natijalarimiz bilan bo'lishib bordik. Shaxsan o'zim har kuni erta uyg'onish, kunni iliq suv bilan boshlash, to'g'ri va chiroyli nonushta qilish, vitaminlar yetishmovchiligini to'ldirish, tong va tunni telefonsiz o'tkazish, sport, har kuni Qur'on o'qish va yangi ilm o'rganish kabi odatlarni hayot tarzimga aylantirdim. Rostini aytadigan bo'lsam, o'rtada shartlar bajarilmay qolgan kunlar ham bo'ldi, lekin maqsad hech narsaga qaramasdan oxirigacha yetib borish edi. Lekin umumiy natija alhamdulillah ijobiy bo'ldi. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Alloh taologa eng mahbub amallar oz bo'lsa-da doimiy bo'lgan amallardir. Asosiysi esa amallarimizdan murod uning roziligi bo'lishi. Kuchli motivatsiya uzoq davom etmaydi, lekin kichik odatlar bizda intizomni shakllantiradi. O'zimdagi progressni nazorat qilish uchun shunaqa trekkerdan foydalandim, lekin ko'rib turganingizdek, oxirgi kunlari buni qilmay qo'ydim, sababi hamma shartlar odat ustiga aylanib bo'lgandi. Biiznillah endi bundan buyog'iga esa to'xtab qolmasdan, fokusimizni Ramazonni barakali o'tkazishga qaratamiz.